motorning atsekda ham, salonda ham hech qayerda utechka yo'q. Tekshirdik. Mana biz hozir bu yerda batareyasini polni yechib olganmiz. Mana batareyani yechib olganmiz. Biz batareyaga kelib to'xtayapmiz. Chunki mana batareyani ichiga chiqib ketdimi havosi? Polni mana havo bo'yotibdi, deformatsiya bo'lib o'ynayotibdi. Ulan bu nima mashinaning batareykasi? Bu BYD hamda batareykasi. Nima bo'pti? Bu mashinada kecha fosforli moy quyganmiz. Sababi freon chiqib ketayotdi. Motor atsekda salonda topilmadi. Mana keling ko'rsataman. Nima bo'pti? Mana shu freon bo'ladi. Mashinadan chiqib ketgan. Sababi mashinani batareykasini yechganimizda remont bo'lgan bo'lib chiqdi. Mana ko'radigan bo'lsangiz, ustiga bitta yecheka qo'yib yuborishgan. Shu ish jarayonida freonni bitta liniyasi teshilib qolgan. Epaksiga qilib yamab qo'yishgan. Bundan freon chiqib ketgan. Mana shu liniyalarda freon yuradi. Sababi batareykani sovutish uchun. Okalar, freon chiqib ketganda yuraverib bo'lmaydi. Kansler kerak emas, bir xil yuraverishligi mumkin. Freon faqat salonni emas, batareykani ham sovutadi. Shuning uchun freonlarga e'tiborli bo'lishinglar kerak. Okalar, Eshitdinglar? O'shaning uchun mashina sal iluv suv chiqarayotgan bo'lsa ham kelinglar ustaxonaga. Mana bunaqa batareyani tekshirtirib ketinglar. Hozirgi chiqayotgan elektromobillar bitta sizni muzlatmaydi, chunki batareyani ham muzlatib beradi.